iymonning bashoshati, nuri qalblarga kirganda u butun bir lazzat topadiki, dunyoni hamma lazzati bilan bu odamni aldab bo'lmaydi. Va dunyoning har qanday azob va uqubati bilan bu iymon nuri va iymon halovati qalbiga kirgan odamni aldab bo'lmaydi deb ashaddiy dinsiz bo'lgan, ya'ni islom dinisiz bo'lgan Hiraql ham bildi. Demak, iymon bashoshat nuri va halovati qaysi bir kishining qalbiga kirsa, har qanday azob va uqubat bilan, har qanday aldov soxtaliklar bilan bu dindan chiqarib bo'lmaydi, birodarlar. Mana bu narsani dindorlar bilmasa ham dinsizlar yaxshi biladi. Shuning uchun asosiy islomning, sahih islomni insonlarning qalbiga kirishligiga nihoyat darajada bor kuchi bilan qarshilik qiladi. Va insonlar fikri bilan, payg'ambarlar fikri olib kelingan yo'l bilan aralashma, omiqda yo'l bilan musulmon bo'lib yashashligini orzu qiladi. Bu qachon islom mag'lubiyatga uchragan? Islom odamlar tarafidan islomga o'zining fikrlarini, noqis fikrlari olib kirilgan kundan boshlab islom inqirozga uchragan.